Xo'p, assalomu alaykum. Bizda yana bir successful student. Assalomu Demak, Aliyor qalaysiz? assalomu alaykum ustoz, yaxshi, rahmat. Xo'p, Shukur. ko'rishim bo'yicha 2009-yil ekansiz. Shunday. Nima buncha erta IELTS'ni olib nima qilasiz siz qolgan umringizda? SAT o'shalarga ham vaqt yetish kerak-da. Aha, yaxshi. O'shanga ertaroq oldim. Xo'p, qaysi kursda o'qidingiz? Natija qanaqa bo'ldi? Booster 5 yozda o'qigandim. O'shandan keyin self study qilib davom etkazdim. Shu dekabrda oxirida topshirib oldim natijani. Aha, zo'r. Demak, umumiy sizda 7, listening 8, reading 7,5. Tak, kursga qo'shilishdan oldin listeningiz necha bo'lgandi, Aliyor? 6-7 orasida o'ynab yurardi. 6,5 shu atrofda. Demak, listeningni o'zi 1,5 ga ko'tarildi desak bo'ladi, to'g'rimi? Shunday Aha. 1,5. Reading qanaqa bo'ldi? Reading to'g'risi ancha qiynalardim. Tushunganim bilan qanaqadir o'zim javobni bilsam ham xato qilib qo'yardim. 5,5 dan 7,5 ga ko'tarildi. Aha, 5,5 6 dan 7,5. Demak, 1,5 2lik o'zgarish bo'lyapti hozir bu yerda, to'g'rimi? Shundayroq, ha. Wow, zo'r. Hozir homeworkingizni ham kanalingizni ko'ryapman. Flash kartalar bilan ishlagan ekansiz, vazifalarni hammasini bajargansiz, to'g'rimi? Boshidan oxirigacha. Okay, zo'r. Xo'p, Aliyor kurs haqida fikringiz qanaqa o'zi? Kurs self study va nazorat o'qimoqchi bo'lganlar uchun zo'r. Yozda qiziqarli moment bo'lganda biza bitta uyga vazifani tashlab vaqtida yubormagan ekanmiz-da. Mentorimizga aytib, "Uzr, agar bitta vazifa qilmasak ham kursdan chetlashtirsangiz roziman" deb o'qiganimda, hamma vazifalar to'liq qilingan. Self study qilmoqchi bo'lgan odamlar uchun kurs просто bomba. Listening reading level 9 qilib olsa ham bo'ladi menimcha. Ancha kuchli kurs boshqa kurslar bilan tafovuti nazoratida ancha kuchli. Aha, tushunarli. Mentoringiz kim bo'lgan sizni? Mentoringizni aytdingiz? Timur aka edi adashmasam. Hakimovmi? Hakimov Timur aka edi, o'sha kishi edi. Zo'r. Natijangiz bilan tabriklayman, Aliyor. Eng kichkina, eng kam natijangiz shunaqa bo'lsin kelajakda. Nasib bo'lsa bundan buyog'iga SAT. Agar meni o'zimda ishlayman desangiz, keyin kurslarimda sizni mentor qilib ham bo'laveraman bemalol, agar vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa. Rahmat siz kattakon ishonchingiz uchun. Charchamang, Aliyor. Kattakon rahmat sizga. Rahmat siz, qizg'in ishlardamiz. Charchamaysizlar. Rahmat.